قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli amin. Bugün Sure Bakara'nın 187. ayetinden başlap devam qilamiz. Ayet şudur. Estaizu billah. Uhilla lekum leyletas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lekum ve entum libasul lehunna alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum fetaba aleykum. Ey müminler, sizlarga Ramazan keçilleri sizlarning ayollaringizga ayollik munosabat so'zlarini qilish halol qilindi. Rafat ayollar o'tirsidiki normal ayollik munosabatlarda birisi-birisiga qilishadigan alohida gap so'zlarni deyiladi. Buningdan ya'ni ayollaringlar bilan aloqa qilsanglar bo'ladi demakchi. Chunki burunqi zamonlarda oyatda tungi darsimizda o'tgandek Ramazon farz qilindi, sizlardan ilgarigilarga farz qilingandek degan-ku. Burunqilarning shariatida Ramazon 24 soat. Bizga o'xshash bir oy emas, 3 kun yoki Ashura kunlari Ramazon tutgan bo'lg'achqa ular 24 soat Ramazon tutadi. Bunda bo'lganligi uchun sahoba kiramlar bu mavzuda ham o'zlari taraddud qilib qolgan edi. Shuningga javoban Alloh subhanahu va taolo ey oxirgi ummat Muhammad alayhissalatu vassalamning ummati, sizlarga nisbatan bu bir yeni kiritilgan ibodat bo'ldiki, vaqti muddati bir oy, ammo kechalari ayollik munosabatda, oila munosabatida bo'lish tegishli ishlaringlarni qilsanglar ruxsat deyildi. Deb bo'lib, hunna libasul lakum va antum libasul lahun dedi Alloh. Bu ayol sizlarning libosinglardir ve sizlar o ayollarning libosidir sizlar. Allah subhanahu wa taala bu yerda ikki tendeki bir yürek, ikki cesetdeki bir hayat, birisi birisiz bo'lmaydigan ayollardan bahs qilmoqda. Çünkü insan Ramazan tutgan vaqtning o'zida Ramazan imsak bo'lganligi uchun o'zini tutib olish, yeyishdan, ichishdan va ayollikdan o'zini tutib olish xarakteriga ega bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo dunyoning yerimi birisi bilan butun bo'ladigan cemiyetinin 20 20 ayol bo'lgan oilalardan söz açmakta ki güzel latafetli bir ibare bilan Qur'ani uslubda deydi ki ayollar sizlarning ziynetinglardir, erler ayollarning ziynetidir. Libas kiyim-kechak deganga. Kiyim-kechak aynı vaqtda bir insanın avratlarini, yamayyalarını tuvaqdan, bo'rondan, chapqondan, yaman ko'zlardan yapganidek insonga nisbatan zinnet berdigan narsa. Bunda bo'lganligi uchun ayolga
kiyim, keçek, libas, elbise nima rolni o'ynagan bo'lsa, ana shundoq rolni o'ynash kerak ekanligini, shundoq bo'lgandala bir islomiy oilaning mavjud bo'lganligidan iborat haqiqatni Alloh o'tirib qo'ymoqda. Sirlarni saqlash, tashqaridan kelgan zarardan saqlash ve sert yerginişlik yerlerini yepiş arkalık çıraylık körüstüş zinnetleş er ayallık münasebeti de bomması bommaydıgan boğaçka Allah Teala mene letafetlik bir ibaret ölen er ayalının zinneti ayal erinin zinneti er ayalının libası ayal erinin libası demektir. Alimallahu ennekum kuntum teftanun enfusakum. Allah subhanahu ve taala şunu bildi ki sizler boğan idinler sizlerin içki dünyasında bir neslerini yuşurattınlar. Yani yukarıda ben degendik. Acaba biz 24 saat Ramazan tutamdığandık veya ki kandakto degendik mana muşundak bir taleplerine sizlerin boğan idi. Ve şunun bilan birge ayetning asbabun nuzulida burunqi Ramazan burunqi şeriatdagi insonlarninki o'xshash kecha farz qilindi deb farz qilg'achqa sahobalar kechalari ayollar bilan birga bo'lib qolgan yerlarmi bo'lgan edi deb rivoyat qiladi. Shunda bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda alimallohu ennekum kuntum taftanuna anfusakum degini sizlar nefsingni yengiyanmayotganingni Alloh bildi. Xiyanatni mushtaq bo'lsa, yani sizlar nefsingni yengiyanmay ro'ziga bo'lgan bir xiyonat bo'lganligini Alloh bildi. Fetabe aleykum sizlarga tövbe berdi ve afa ankum sizlardan afv qildi. Bunun için sizlarning kechanglarni kengri qildi. Ki kechida normal hayotda bo'lgan muomala qanday aloqa bo'lsa qilsanglar bo'ladi demoqchi. Depolab falana bashiruhunna undaqda sizlar hozir ular bilan bir yerga kelsanglar bo'ldi. Ve bitegu ma keteballahu lekum sizlarga Allah subhanahu ve taala tütüvetken fazilet merhamet inamlardan talep qilsanglar bo'ladi. Bu bo'lsin ayollar o'rtasidagi munosabat ve bu munosabatdan kelgan farzanddan iborat bo'lgan ne'mat. Ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekumul khaytul abyadu minel khaytul asfadi minel fecr. Yanla içinla hatta ki sizlarga aşkara bo'lg'ay aqjib qarjibdin degini, yani kech qarong'iligidan kunduz aydınlığı tanasuplari fajrga mansub bo'lgan aşkara bo'lgan qadar yesanglar bo'ladi. Yani kechidan ayrım namaz vakti bo'lganga qadar kechida bir xil sharq tarafdan, yani kun chiqish tarafdan bir xil siziqchilar jiplar paydo bo'lgan bo'lg'achqa Alloh bu yerda bir majozen aqjib qarjib degan iboratni söyledi. Yani demek tanıyorgan kadar demekçiydi. Sümme atimus siyama ilelleyl en ondan sizlar keçigi kadar, yani gün patkan kadar siyam rozanını tamam kılınlar. Ve la tubashiruhunna ve entum akifuna fil mesacid. Sizlar bu ayallarınlağa yakınlaşmanlar ve halbuki sizlar mescitlerde itikaf kılgıcı bo'lgan altınıldı. İtikaf ömümüzge malum Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın muş ayetki emel kılıştığını ibaret bir yol yoruqi bizga.
Resulullah tarixida Ramazanның axırkı 10 günlerde itikapni terkip kılmagan ibadetlerden biri. Yani demek bir insanın fakat mahsus küllerini hayatı dünyanı akıskı ep koyup üzülen Allah'ın otursuğu hiçbir nesini ekkenmestin üzünün maddi ve maneviyetini Allah'a berişlaş itikap dep atılır. Şunu demekçi Allah. Bir insan özünü Allah tapşırgan bolsa, Allah sevgisi, Allah'ın muhabbeti, Allah'a olan alakasını yenilaş, tazılaş için vakit ajratkan bolsa, onun nispeten ayalım ağırlaşmasın. Ayalım uzakta olsun demekçi. Tilke hududullahi fe la tekrabuha. Mana bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın çigiralarıdır. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bu çigiralarına yakınlaşmalar. Allah subhanahu ve ta'ala her kandak bir nehi fiilini keltirgen bolsa, bir nesilden Allah bizni toskan bolsa, onunla yakınlaşmaslıkını deydi Nurgun ayette. Mesela وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا degan o'xshagan. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ degan o'xshagan. Mana bu yerdimi taqrabu yaqinlashmanglar. Nimishqa? Chigirog'i yaqinlashsa, u to'salgan narsaga, u to'salgan gunohga tushib ketish xavfi bo'lg'achqa, buning oldini olish uchun Allah uni qilish uyaqtusun yaqinlashmanglar degan iboratni so'radi. Nima uchun? Yakınlaşsa kitiş ihtimali olganlık için. Kedalike yubeyyinullahu ayatihi linnâsi leallahum yettekûn. Men şunundaki Allah subhanahu ve ta'ala özünün ayetini insanlığa nispeten uçuk aşkarı bayan kılıdı. Leallahum yettekûn. Umid ki olar özlerinin Allah aldıdaki mevcudiyet, kainat aldıdaki mesuliyetini ada kılış arkalık muttaki insanlardan boğaylar. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sizlerin oturanında, aranlarda mallarını haksızlık ile imanlar. Halbuki sizler harbi silsile hükümetlerge şu mal bilen يَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ İnsanların mallarının bir farikini yiyişinlik için hükümetlerge, memurlarga, her xil küçüva insanlarga nispeten pul beriş arkalı başkalarının, silahının hakkınlı bulmagan, gayri hukukunlu bulgan mallarını yiyişinlik için pul hacılmalı. وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ Günah olun. Ve entum ta'lemun. O kişiler onu bilişler dedi. Ve bir parkorluktan, rüşvetten bahs kıldı. Tudlu biha degendiki, tudlu biha feedla delve. Yani bir insanın su tartış için su kapkını yaki bulmuşsa su çeligini kuduk taşlaşının üzerine delve değildi. Fedla delve kâle ya buşra hâdâ gulam. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın kırındaşları Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın kuduk taşları etkiyen çağda seperden kelgen yolcular karvallar özlerinin su tatış için boğan su tatıdığan çelikini kuduk selividi. Fedla delve taşlıydı özünün delvisini. Su çıkmazdan bir güzel bir jigit çıkmaz mı? Dediler ki olar kalu ya buşra hada gulam. Vay hoş haber. Bana bir güzel bir bala, oğal balı çıktı emes mi deyiştiler. Dedi Allah. Ve dedi ki tudlu bihadi ki tudlu aş feedla delvadi ki edla yudlu'dan çıkan. Demek ne alakası var bunun degende? Sizler başkalarının mal varallarını
quduqdan suv tortgandek o'zangligi manfaat narsani elish uchun yaningdan pul hajlamanglar degan ma'noni uqtirdi. Bu parxo'rlikning o'zi. Endi bu oyat bilan burun oyatninki nima aloqasi bor desa, Alloh subhanahu va taolo malni bas qildi bu yerda. Parxo'rlikdan bas qildi, malni yemaslikdan bas qildi. Qanday aloqasi bor desa, yuqoridagi oyatlarda, ilgirdagi oyatlarda Alloh insonning o'zidan bo'lgan g'ayr rasmiy, ya'ni shar'iy bo'lgan, mashru bo'lgan melini eningdan qanday foydalanmaslikni bayon qilgan bo'lsa, mayada Alloh taolo o'zining bo'lmagan, g'ayri mashru bo'lgan malni yeyishning haromligini uqtirmoqda. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ular senden ey Muhammed aleyhissalatu vesselam aylar doğruluk soraydı. Hilal. Hakikaten bu ay bizge nispeten hazır astronomiya ilmi şunun okşaş her xil ma'lumotlar taraqqiy qilgan ilim cheksiz bo'lgan bir dunyoda yashayotganligimiz uchun yattilan tuyulgan bo'lsa-mu, ammo arablarga nisbatan o'z vaqtidagi cho'lda cho'ng'an arablarga nisbatan ayning chiqishi chiqqan chog'da kichikgina chiqib, endan keyin barbara yo'g'inishi, endan keyin yana o'z oldiga kelish xarakteri bu ma'lumotlar haqiqatan bu turash tegishli kishi edi. Masalan, ayning rollari masalan ta'm kirgizadigan, rang kirgizadigan, ening o'xshash hejlarni bekitadigan, safarlarni bekitadigan, ay kunlarni bekitadigan, ayollarning taloq bo'lgan iddatlarini bekitadigan, alohida bu ayollarning o'zal odat kunlarini bekitadigan mana bu shunday xarakterga ega narsida ay. Buning uchun buni da so'raydi deydi. Kul degan ki o ay insonlar uchun bir har xil vaqtlarni to'xtatish tegishlik vaqt kompasidir. Ya'ni taqvimdir. Kalendardandir. Vel hac ve hac için. Ve leysel birru bi en ta'tul buyuta min zuhuriha velakinnel birra men taqa'atul buyuta min abwabiha. Öylerge o öylerinin derisine giriş yaxşılık yatmaydı. Velakinnel birra men ittaqa, lekin yaxşılık taqvodar bo'lgan bo'lsa shuni o'zi yaxshilikdir. Va'tul buyuta min abwabiha, undaqda o'ydan o o'yning eshiklaridan kiringlar, derisidan kirmay. Alloh taqvodarlik qilinglar. Mana shunday qilsanglar najot topsizlar. Alloh subhanahu va taolo aydan so'raydi deb bo'lib, ayning javobini berib bo'lib, nima deb berdi? Bir kinoya, majaz lafzlar bilan har ishda o'yning o'g'isidan kirmay, to'nigidan ishkidan kiringlar deyish orqali ularga bir ishorat ma'no berdi deganda, asbobun nuzul shunda deydiki, yuqorida degandek bu oy nima uchun yangidan chiqqan chog'da o vaqtdek chiqadi, qashdek, endan keyin kundan kuniga yo'g'inaydi, ta 15 kun bo'lganda to'lgandan keyin yana qisqayanib nima uchun yana qashdek g'alati kelib qolib yo'qolib ketadi degan o'xshagan savolni astronomiyaga mansub bo'lgan so'ragan edi. Alloh taolo bu yerda sizning so'raydigan u emas. Sizning ayni yo'g'ilish kichikligi bilan nima ishing bor? Sizlarga muhim bo'lgani u ay sizlarning kompasinglar, sizlarning vaqtingizni belgilaydi, hej vaqtingizni belgilaydi, ibodat vaqtingizni belgilaydi, taloq va hej vaqtingizni belgilaydi, ertaga vaqtingizni, oldigan vaqtingizni belgilaydi. Mushunga o'xshash alayda nurg'un bu ayninki ahamiyatdir var. Şu ahamiyat narsasini so'rsangiz bo'ldi. Xuddi o'yning to'nigidan chegandek ish qilmay deganni uqtiradi Alloh. Bundaq bir majaz kinoyalik suollar bir odam bilimsiz yoki bo'lmasa tanqonsiz savolni so'rasa, olim bo'lgan bir inson unga nisbatan ogohlantirish berib bo'lak maqsadi g'oyasini o'ttirib qo'yish orqali javob berdi-ku. Mana bu Qur'oniy uslub bu. Alloh shu uslub bilan javob beradi. Vaqatilu fi sabilillahillazina yuqatilunakum va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin. Ey insonlar, ey mu'minlar, sizlar Alloh yo'lida urush qilinglar. Ki
ellezine yuqatilunakum sizlarga urush qilganlarga sizlarmi urush qilinglar. Sizlarga urush e'lon qilganlarga sizlarmi urush e'lon qilinglar. Va la ta'tadu lekin chekdan oshirib o'tmanglar. İnnallâhe la yuhibbul mu'tedin. Hakikaten Allah subhanahu ve taala chekdan oshirgan tajovuzchilarni yaxshi ko'rmaydi. Vaqtuluhum haythu taqiftumuhum ve akhrijuhum min haythu akhrajukum. Sizlar ularni nerede tutsanglar öldürünler. Ve ularni sizlarni chiqargan yerdan chiqaringlar. Ve Allah subhanahu ve taala bu ayet bilen ilgirki ayetni birga o'qib tang bir şekilde mefhum erişimizni Allah subhanahu ve taala bizden öndeydi. Eğer ikkisini birini kesib etken takdirde bu ayetning mazmunidan vaqt bo'g'ilib bo'lmaydi. Bizga urush e'lon qilganlarga nisbatan, bizga xiyonat qilganlarga nisbatan, bizning dinimizga, e'tiqodimizga qarshi chiqqanlarga nisbatan davomli ularni ta'qib qilishimizning muhim ekanligi. Shuni so'zlamoqda. Bu tafsirninki to'g'riliq dalil nima degani? Mana val fitnatu ashaddu minal qatl. Halbuki bir insonning e'tiqodi yo'lida o insonni azoplash, o insonni o'ldirgandan qattiqroqdir. Bir inson iymoni bilan inson iymoni bilan e'tiqodi bilan ketgan bo'lsa, azoblanmasdan, qistalmasdan, zulm qilmasdan, u bir ma'no bilan ketgan bo'ladi. Agar u inson o'zining e'tiqodi, iymoni, islomi tufaylidan azoblansa, zulm qo'shirsa, iymondan nauzubillah e'tiqodidan yansa, o insonning o'lgani yaxshi uningdan. Chunki ma'nosi bilan o'lgan inson bir ma'noning ustiga ma'nilik o'ldi deganga. Ama iman dindan ayrilib yaşagan taqdirdami ma'nosiz yashidi deganga. Uning uchun Alloh undan o'lgan yaxshi dedi. O'limda yomon bu ishlar. Fitna degan bir insonning o'zining iymoniy e'tiqodi tufaylidan azoblaganni fitna deydi. Yani bir rivayette Kur'an'ның ayetinin o'zida bizga shuni uqtirdi ki innellezine fetenul mu'minine vel mu'minat. Bir insonning e'tiqodi tufaylidan shu insonni o'tqa tashlab jazolashning o'zi fitna deb ataladi. Sura Buruj ayna. İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minat ve ashabul uhdud egalari, zatul buruj egalari, mu'min mu'min ayollarni öğretlerini ko'rash orqali o't yiqib turib jazoladilar deydi. Thumma lam yatubu andan keyin ular tövbe qilmagan bo'lsa, falahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Ularga nisbatan jahannamning azobi va kuyib ketgan azob bor deydi Burujda. Demak, fitnaning bir insonning iymon e'tiqodi tufaylidan o't qalab turib jazolashning ma'nosini ayet vermektir bizga. Tüyendeki ayet bilek bir mavzuga ötedikken, onun için dersimiz müşahede toxtagan bolsun. Herhalde